kam oylik $3000. Eng kam oylik $3000 bo'ladi bu yoshlarda. Shunday. Xuddi shunday. Yo'qsa aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farg'onamizga xush kelibsiz. Bu markazlar farg'onaliklarga nima beradi yoki o'zbekistonliklarga qisqacha shu Bir ajoyib kundamiz. Koreyani Ulsan shahri eng badavlat shahri. Eng ishlab chiqarish, mana sizni Samsung telefoningiz-ku, mana Hyundai mashinamni hammasi shu Ulsan shahrida ishlab chiqariladi. Va mana hozir yoshlarimizni kemasozlikka o'rgatish uchun bu yerda yangi markaz ochdik. Bugun kemasozlik, ertaga avtomobilsozlik va shu kabi yo'nalishlarga mana yoshlarga imkoniyat yaratilyapti. Birinchi 202 ta lola qizg'aldoq bular 3 oy o'qib keyin Koreyaga ishga ketadi va endi ko'z oldingizga keltiring, 1 yildan keyin qancha bo'ladi? Eng kam oylik $3000. Eng kam oylik $3000 bo'ladi bu yoshlarda. Shunday keng katta imkoniyatlar yaratilmoqda. qoyilmaqom. Katta rahmat. Va orada blogerlar ham bor. Ulsan shahri hokimi Tunjigan o'zlari kirib qoldi. Intervyu olayotgan joyimizda. 옆방에서도 제가 잠시 말씀드렸는데 저도 앉아있고 현대 정보 같은 것을 Ulsan shahar haqida ma'lumot berib o'tyapti. sinfxonasida talabalardan tanishdi. Ko'rtirganingizda keyin ham sizlar turgan uniformasini kiyganman. Ya'ni sizlarni hozirgi mana shu o'quv dasturiga qabul qilganingizdan tabriklayman. 감사합니다. 이렇게 학교에서 울산에서 일을 하게 되면은 Ulsan shahriga borib, o'z deputat faoliyatini boshlagandan keyin sizlarni oranglardan kimnidir o'rta darajadagi boshqaruvchilar sifatida tanlab olgan. 1년을 근무하는 중에서 성실한 분을 뽑아서 중앙갑으로 선택을 할 겁니다. Ya'ni keyin ana shu korxona vakillari sizlarni oranglardan o'rta darajadagi rahbar sifatida tanlab olishadi. Ya'ni astoydil ishlaganlar orasidan